Hattob roziyallohu anhu sochlari siyrak edi. Yursa tez yurar, gapirsa eshittirar, ursa qattiq urar edi. Uzunligi shu darajada ediki, agar odamlar bilan to'planib turgan bir joyda tik tursa, boshqa odamlar piyoda-yu, Umar otni yoki hachini mingandek baland ulardan ajralib turar edi. Bu uzunligida Xolid ibn Valid bilan Umar ibn Hattob bir xil bo'ladi. Uzunligi shu darajada bo'lganki, bahaybatligi. Minadigan otni ikkala qulog'idan ikki qo'li bilan ushlab turib, bir sakrab ustiga chiqishlik imkoniyatiga ega edi. Ukkoz bozorida kurashib, bu yerdagi mana degan pahlavonlarni yiqitib, hammasini ustidan g'olib bo'lar edi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu bu kishi bahaybat, jussalik, qattiq yuraklik, tabiati qattiq bo'lgan, yedirsa to'ydirgan, ursa pacha qiladigan kishilardan bo'lgan. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu